Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim va ko'pchilik oilalarga bevosita tegishli bo'lgan masalani tushuntiraman. Qariyalar kasalxonada davolanmaydimi degan gaplar qanchalik to'g'ri? Yangi qo'yda nimani anglatadi va oddiy fuqaro bunday vaziyatda nima qilishi kerak? Bu ma'lumot har birimizga kerak. Chunki har bir oilada ota, ona, buvi, buva, yoshi katta qarindosh bor. Ayniqsa kasalxona eshigida joy yo'q. Yo'llanma noto'g'ri. Bu yoshda foydasi yo'q. Uyda davolaning degan gaplarni eshitganlar uchun bu video juda muhim. Men bugun vahima tarqatmayman, lekin ko'zni yumib ham bo'lmaydi. Qonuniy huquqni bilmagan odam ko'pincha navbatda qoladi. Palataga yotqizilmaydi, bepul xizmatdan foydalana olmaydi yoki ortiqcha pul to'laydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Chunki men sizga qaysi holatda kasalxona qariyani qabul qilishi shart, qaysi holatda poliklinikadan yo'llanma kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va rad javobi berishsa nima yozish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik shunday o'ylardi. Odam kasal bo'lsa, ayniqsa yoshi katta bo'lsa, kasalxonaga boradi, shifokor ko'radi. Kerak bo'lsa yotqizadi. Amalda ham ko'p joylarda jarayon shunday bo'lgan. Bemorning ahvoli og'ir ko'rinsa, tanish-bilish orqali yoki mahalla shifokori tavsiyasi bilan shifoxonaga olib borilgan. Ba'zan hujjatlar keyin to'ldirilgan. Tahlillar keyin olingan. Asosiy maqsad bemorni joylashtirish bo'lgan. Hozir esa ko'p hududlarda tartib ancha qat'iylashgan. Rejali davolanish, ya'ni bemor hayoti bevosita xavf ostida bo'lmagan. Lekin tekshiruv va davolanish uchun kasalxonaga yotish kerak bo'lgan holatlarda yo'llanma, tashxis oldingi tahlillar, poliklinika xulosasi ayrim hollarda elektron ro'yxat yoki navbat talab qilinmoqda. Bu degani qariyalar davolanmaydi degani emas. Bu degani kasalxonaga yotqizish uchun hujjat va tibbiy asos aniq bo'lishi kerak degani. Lekin muammo shundaki, ayrim joylarda bu tartib noto'g'ri tushuntiriladi. Masalan, 60 yoshdan oshganlarni yotqizmaymiz. Qari odamni olib kelmang. Bunday bemorlar uyda davolanadi. Surunkali kasallik bo'lsa shifoxonaga joy yo'q kabi gaplar aytilishi mumkin. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Yoshning o'zi davolanishni rad etish uchun sabab bo'la olmaydi. Bemor 35 yoshdami, 65 yoshdami, 90 yoshdami, asosiy mezon uning ahvoli, tashxisi, tibbiy ko'rsatmasi va shoshilinchlik darajasidir. Yangi tartibning maqsadi aslida bemorlarni saralash. Kimga shoshilinch yordam kerak? Kim reja asosida yotishi kerak? Kim ambulator, ya'ni poliklinika sharoitida davolanishi mumkin. Lekin har qanday tartib inson huquqini cheklamasligi kerak. Ayniqsa qariyalarga nisbatan e'tiborsizlik, baribir yoshi katta degan sovuq munosabat mutlaqo noto'g'ri. Men birinchi navbatda 3 ta holatni ajratib tushuntiraman. Birinchisi shoshilinch holat. Ikkinchisi rejali davolanish. Uchinchisi kuzatuv va uy sharoitida davolanish. Shoshilinch holat deganda bemorning hayoti yoki sog'lig'i jiddiy xavf ostida bo'lgan vaziyat tushuniladi. Masalan, insult belgilari, yuz qiyshayishi, qo'l oyoq ishlamasligi, nutq buzilishi, ushdan ketish yoki infarkt belgilari, ko'krakda kuchli og'riq, nafas qisishi, sovuq ter, bosimning keskin tushishi yoki ko'tarilishi. Yoki qandli diabetda koma xavfi, qon bosimi 200 dan yuqori bo'lib, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, ko'rish xiralashishi yoki keksa odam yiqilib, son suyagi sinishi, boshni urib olishi, qon ketishi. Bunday holatda yo'llanma olib keling. Ertaga keling. Poliklinikadan xulosa kerak deyish to'g'ri emas. Shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Ikkinchi holat rejali davolanish. Masalan, 72 yoshli otaxonning qon bosimi yillar davomida yuqori, yurak yetishmovchiligi bor, lekin hozir hushida, og'ir xuruj yo'q, shifokor tekshiruvdan o'tkazib dori tartibini o'zgartirmoqchi. Yoki 58 yoshli onaxonning tizzasida artroz bor. Og'riq kuchaygan, lekin hayot uchun darhol xavf yo'q. Bunday holatda poliklinika, oilaviy shifokor, tor mutaxassis xulosasi va yo'llanma talab qilinishi mumkin. Bu rad etish emas, tartib asosida davolashdir. Uchinchi holat ambulator davolanish. Ba'zi kasalliklar kasalxonaga yotmasdan ham davolanadi. Masalan, yengil shamollash, barqaror qon bosimi, oddiy tahlil nazorati, dori dozasini tanlash, surunkali kasallikning yengil kechishi. Lekin bu yerda ham muhim nuqta bor. Qari odamda kasallik tez og'irlashishi mumkin. 30 yoshli odamdagi oddiy shamollash, takbazin 2 yoshli odamda pnevmoniyaga aylanishi mumkin. Shuning uchun shifokor uyga boring desa, albatta yozma tavsiya. Dori ro'yxati, qayta kelish kuni va qaysi belgilar paydo bo'lsa, tez yordam chaqirish kerakligini tushuntirishi zarur.
Men yoshi katta bemorlar orasida ayniqsa xavf guruhlarini alohida aytib o'taman. Birinchi guruh yurak qon tomir kasalligi borlar. Infarkt o'tkazgan, stent qo'yilgan yurak yetishmovchiligi bor. Qon bosimi tez-tez ko'tariladiganlar. Bunday bemorda kichik shikoyat ham jiddiy belgiga aylanishi mumkin. Masalan, 56 yoshli erkak faqat holsizman deydi. Ko'krak og'rig'i yo'q. Lekin EKG qilinganda infarkt belgisi chiqadi. Qariyalarda kasallik doim ham kitobdagidek ko'rinmaydi. Ikkinchi guruh qandli diabet bilan yashayotganlar. Berilmagan 7 yoshli onaxonning qandi 12 yoki 22 bo'lsa, uyda insulin qilinglar deb yuborish xavfli bo'lishi mumkin. Chunki suvsizlanish, buyrak faoliyati buzilishi, xushning pasayishi bo'lsa, bu kasalxona sharoitida nazorat talab qiladi. Ayniqsa oyoqda yara, qo'rayish, isitma yiring bo'lsa, vaqtni boy berish mumkin emas. Uchinchi guruh insult xavfi borlar. Agar qari odamning tili chuchuklashsa, bir tomoni uvishsa, qo'li narsani ushlay olmasa, ko'zi xiralashsa, bosimi chiqibdi, uyda yotaversin deyish juda xavfli. Insultda vaqt miya hujayralari degani har bir soat kechikish nogironlik xavfini oshiradi. 4-guruh yolg'iz yashaydigan qariyalar. Bunday odamni uyda davolanadi deyishdan oldin savol berish kerak. Dorisini vaqtida ichadimi? Ovqatlanadimi? Hojatga bora oladimi? Yiqilib qolsa kim xabar topadi? Kechasi ahvoli yomonlashsa kim tez yordam chaqiradi? Tibbiy qaror faqat tashxisga emas, ijtimoiy holatga ham bog'liq. 5-guruh bir vaqtning o'zida ko'p dori ichadiganlar. 75 yoshli bemor yurak dorisi, bosim dorisi, qand dorisi, qon suyultiruvchi, og'riq qoldiruvchi ichsa, noto'g'ri kombinatsiya oshqozondan qon ketishiga, bosim tushib ketishiga, buyrak zo'riqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun uyda davom ettiring degan gap yetarli emas. Dorilar qayta ko'rib chiqilishi kerak. Men shuni ham ochiq aytaman. Har bir qariya kasalxonaga yotishi shart emas. Kasalxona yotib davolanish joyi, lekin hamma muammo uchun yagona yechim emas. Ba'zan uyda davolanish bemor uchun qulayroq va xavfsizroq bo'ladi. Masalan, bemor barqaror, nafas olishi yaxshi, bosimi nazoratda, tahlillari xavfli emas, oila a'zolari qaray oladi. Shifokor dorilarni aniq yozib bergan. Bunday holatda kasalxonada yotish shart bo'lmasligi mumkin. Kasalxonaning ham o'z xavflari bor. Yoshi katta odam begona joyda bezovta bo'lishi, kechasi yo'lini topolmay yiqilishi, boshqa infeksiyani yuqtirishi, uyqusiz qolishi mumkin. Ayniqsa xotira pasaygan, demensiya belgisi bor qariyalarda palataga yotish ba'zan ruhiy holatni og'irlashtiradi. Shuning uchun men har doim kasalxonaga yotqizsin deb emas, tibbiy asos bo'lsa yotqizsin, asos bo'lmasa aniq kuzatuv rejasi bersin deb aytaman. Masalan, 6-9 yoshli ayolda bosim bidi do'qilin, bosh og'rig'i bor. U gapiryapti, yurishi yaxshi, ekagida o'tkir o'zgarish yo'q. Shifokor ko'rib dorisini o'zgartirdi. Bu odamni darhol kardiologiya bo'limiga yotqizish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin unga bosim bilik-teksimdan oshsa, ko'krak og'risa, nafas qisib qolsa, qo'l-oyoq uvishsa, tez yordam chaqiring deb aniq tushuntirilishi kerak. Yana bir misol, shanbaga 2 yoshli buvning tizzasi og'riydi. Rentgen artroz ko'rsatgan, isitma yo'q. Oyoqda shish keskin emas. Bunday holatda reabilitatsiya, og'riqni nazorat qilish, ortoped ko'rigi va poliklinika orqali rejali davolanish to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin agar oyoq birdan shishib, qizarib, isitma chiqsa yoki yura olmay qolsa, bu boshqa masala. Darhol qayta murojaat qilish kerak. Birinchi vaziyatni olaylik. 78 yoshli otaxonning bosimi 2 10 ga 1 10 bo'ldi. Ko'ngli aynidi, boshi qattiq og'ridi, chap qo'li uvishdi. Oilasi uni shifoxonaga olib bordi. Agar qabulxonada kardiolog joyi yo'q, ertaga poliklinikadan yo'llanma olib keling deysa, bu xavfli yondashuv. Chunki bu shoshilinch holat bo'lishi mumkin. Bunday paytda bemorni kamida ko'rikdan o'tkazish, bosimini tushirish, EKG qilish, nevrologik belgilarni baholash, kerak bo'lsa shoshilinch bo'limga yotqizish kerak. Ikkinchi vaziyat, 73 yoshli ayolning qandi uzoq vaqtdan beri yuqori. Lekin u hushida, ovqat yeyapti, isitmasi yo'q. Shifokor ko'rib tahlil yozdi, endokrinologga yubordi. Rejali davolanish uchun yo'llanma tayyorladi. Bu yerda qariyani qabul qilishmadi deb darhol xulosa chiqarish to'g'ri bo'lmaydi. Agar holati barqaror bo'lsa, tartib asosida navbat bilan davolanish mumkin. Lekin shifokor qon miqdori, siydik tahlili, buyrak ko'rsatkichi, oyoq holati kabi jihatlarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. 3-vaziyat. 5 yoshli buva yiqilib, soni og'ridi, o'rnidan tura olmadi. Yoshi katta, operatsiyani ko'tara olmaydi. Uyga olib ketinglar deyish juda katta xato bo'lishi mumkin. Son suyagi sinishi qariyalarda jiddiy holat. U yotib qolsa, o'pka yallig'lanishi, trom, yotoq yara, siydik infeksiyasi
umumiy holsizlik tez rivojlanadi. Bunday bemorga travmatolog ko'rigi, rentgen yoki boshqa tekshiruv, og'riqni nazorat qilish, operatsiya imkoniyatini baholash kerak. 4-vaziyat. 9 yoshli onaxon ovqat yemay qo'ydi. Holsiz kam gapiryapti. Oilasi qarilikdan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Aslida bu siydik yo'li infeksiyasi, pnevmoniya, qand buzilishi, insult, dori nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin. Qariyalarda isitma chiqmasligi ham mumkin. Og'riqni aniq aytmasligi ham mumkin. Shuning uchun yoshi katta, shunaqa bo'ladi degan yondashuv eng xavfli yondashuvlardan biridir. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joyga kelamiz. Kasalxona bemorni qabul qilmasligi mumkinmi? Ayrim holatda rejali yotish uchun asos bo'lmasa, bo'lim profili to'g'ri kelmasa, bemor ambulator davolanishi mumkin bo'lsa, boshqa muassasaga yo'naltirilishi mumkin. Lekin bu og'zaki haydash shaklida bo'lmasligi kerak. Bemor ko'rilishi, holati baholanishi, nima sababdan yotqizilmagani tushuntirilishi, qayerga murojaat qilishi aytilishi kerak. Yana bir nozik masala, joy yo'q degan javob. Agar holat shoshilinch bo'lsa, joy yo'qligi yordam ko'rsatmaslikka bahona bo'la olmaydi. Bemorni boshqa shifoxonaga yo'naltirish, tez yordam orqali ko'chirish, qabul bo'limida barqarorlashtirish kabi choralar ko'rilishi kerak. Agar holat rejali bo'lsa, joy bo'lmasa navbatga qo'yishlari mumkin. Lekin navbat sana, mas'ul shifokor va qayta kelish tartibi aniq bo'lishi kerak. Yana bir muammo, bu kasallik surunkali kasalxonaga yotmaydi degan gap. Surunkali kasallik borligi kasalxonaga yotqizmaslik degani emas. Surunkali kasallik xuruj qilsa, og'irlashsa, asorat bersa, dori bilan nazorat bo'lmasa, kasalxona zarur bo'lishi mumkin. Masalan, yurak yetishmovchiligi surunkali, lekin oyoq shishi kuchayib, nafas qisib, odam yotganda bo'g'ilsa, bu shifoxona nazoratini talab qiladi. Yana bir nozik jihat, qari odamning qarindoshi ba'zan shifokorga to'liq ma'lumot bermaydi. Hamma joy og'riyapti deyish yetarli emas. Qachondan beri, bosimi nechi bo'ldi, qandi nechi chiqdi, qanday dori ichadi, oxirgi marta qachon yiqildi, hushdan ketdimi, siydik kamayganmi, nafas qisadimi, isitmasi bo'ldimi, bularni aniq aytish kerak. Shifokor qaror chiqarishi uchun ma'lumot kerak. Pul masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Bepul bo'lishi kerak bo'lgan xizmat uchun norasmiy to'lov so'ralayotgan bo'lsa, bemor yoki qarindosh hujjat talab qilishi kerak. To'lov nima uchun? Qaysi xizmat, rasmiy kassa bormi, chek beriladimi? Men doim aytaman, tibbiyotda minnatdorlik boshqa narsa, majburiy norasmiy to'lov boshqa narsa. Ayniqsa qariyalar qo'rqib, gapirmay qo'ya qolaylik deb ko'p narsadan voz kechib yuborishadi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, qarindoshingizning tibbiy papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, oldingi kasalxona chiqish xulosalari, EKG, UZI, rentgen, MRT yoki KT natijalari, qon va siydik tahlillari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxatida nomi, dozasi, kuniga necha marta ichish yozilsin. Oq tabletka, qizil dori deb aytish shifokorga yordam bermaydi. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikaga murojaat qiling. Agar holat shoshilinch bo'lmasa, kasalxonaga to'g'ridan to'g'ri borishdan oldin poliklinikadan yo'llanma oling. Yo'llanmada tashxis, shikoyat, tekshiruv natijalari, nima maqsadda yotqizish so'ralayotgani yozilishi kerak. Masalan, qon bosimi nazorat qilinmayapti. Kardiologiya bo'limida tekshiruv va davolash tavsiya etiladi kabi aniq yozuv bo'lsin. Uchinchi qadam, shoshilinch belgilarini yodda tuting. Ko'krak og'rig'i, nafas qisishi, hushdan ketish, yuz qiyshayıshi, nutq buzilishi, qo'l oyoq ishlamasligi, qon ketishi, qattiq qorin og'rig'i, yuqori isitma bilan holsizlik, qonning juda oshishi yoki tushishi, bosimning keskin ko'tarilishi, yiqilishdan keyin yura olmaslik bo'lsa, tez yordam chaqiring. Bunday holatda yo'llanma kutib o'tirmang. 4-qadam, kasalxona qabul bo'limiga borganda xotirjam, lekin qat'iy gapiring. Bemorni ko'rib bering, holatini baholang. Agar yotqizilmasa, qaysi asos bilan yotqizilmayotganini va qayerga murojaat qilishimiz kerakligini yozma tushuntirib bering deb ayting. Men tajribada ko'p ko'rganman. Odam o'z huquqini tinch ohangda aniq aytsa, munosabat o'zgaradi. Baqirish shart emas, lekin jim ketib qolish ham kerak emas. 5-qadam, rad javob bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda bemorning ism, familiyasi, yoshi, manzili, shikoyatlari, qaysi kuni qaysi muassasaga borganingiz, kim ko'rgani, nima javob berilgani, bemorning hozirgi ahvoli yozilsin. Oxirida bemorning tibbiy holatini qayta baholab, zarur yordam ko'rsatilishini va rad etish sababi yozma ravishda tushuntirilishini so'rayman deb yozing. Murojaatni muassasa rahbariyatiga, sog'liq
saqlash bo'limiga yoki tegishli ishonch telefonlariga yo'naltirish mumkin. 6-qadam, qari odam yolg'iz bo'lmasin. Ayniqsa xotirasi pasaygan, eshitishi yomon, hujjatni tushunish qiyin bo'lgan bemor yonida albatta qarindosh bo'lsin. Shifokorning tavsiyalarini yozib oling. Qaysi dori, qachon, necha kun, qaysi tahlil, qachon qayta ko'rik, qaysi belgida tez yordam chaqirish kerak. Bularning hammasi aniq bo'lishi kerak. 7-qadam, uyga javob berishsa, reja so'rang. Uyda davolanish degani o'zingiz bilasiz degani emas. Sizda dori ro'yxati, ovqatlanish tavsiyasi, suyuqlik miqdori, bosim yoki qonni o'lchash jadvali, qayta ko'rik sanasi bo'lishi kerak. Masalan, qandli diabetda ertalab och qo'ringa, ovqatdan keyin kechqurun o'lchash kerakmi? Qaysi ko'rsatkichda shifokorga qo'ng'iroq qilish kerak? Bularni so'rang. 8-qadam, yoshi katta operatsiya bo'lmaydi degan gapni yakuniy hukm deb qabul qilmang. Albatta, har bir operatsiyaning xavfi bor, lekin qarorni faqat yoshga qarab emas, yurak, o'pka, buyrak, umumiy holat, hushyorlik, harakatlanish imkoniyati operatsiyasiz qolsa qanday xavf borligi asosida chiqarish kerak. Ba'zan tagin 2 yoshli odam operatsiyani ko'taradi, 10 yoshli odam esa ko'tarmasligi mumkin. Bu individual baholanishi kerak. 9-qadam. Dorilarni o'zboshimchalik bilan ko'paytirmang. Qari odamda bosh og'risa, bosim dorisini 2 barobar berish, qand yuqori bo'lsa insulin dozasini keskin oshirish, og'riq bo'lsa ketma-ket og'riq qoldiruvchi ichirish xavfli. Ayniqsa qon suyultiruvchi ichadiganlarda oddiy og'riq dorilari ham qon ketish xavfini oshirishi mumkin. Har bir o'zgarish shifokor bilan kelishilgan bo'lsin. 10-qadam, oilada kuzatuv jadvali tuzing. Qari bemorning bosimi, pulsi, qandi, harorati, ovqat yeyishi, siydik miqdori, uyqusi, hushyorligi, yiqilish holati yozib borilsa, shifokorga juda katta yordam bo'ladi. Masalan, 3 kundan beri bosimi behamindan tushmayapti degan gap, ba'zan bosimi chiqadi degan gap, ba'zan bosimi chiqadi degandan ancha kuchliroq tibbiy ma'lumotdir. Qalida kasallik ko'pincha yashirin kechadi. Yosh odam infarktda ko'kragini ushlab og'riqdan bukilib qolishi mumkin. Qari odam esa faqat holsizlanadi. Yosh odam pnevmoniyada isitma qiladi, qari odamda isitma bo'lmasligi, faqat ishtah yo'qolishi va uyquchanlik bo'lishi mumkin. Yosh odam suvsizlansa tez aytadi, qari odam esa indamay yotaveradi. Shuning uchun qari bemorni baholashda alohida e'tibor kerak. Bundan tashqari, qariyalarda bir kasallik ikkinchisini kuchaytiradi. Masalan, oddiy ich ketish suvsizlanishga olib keladi. Suvsizlanish buyrakni zo'riqtiradi. Buyrak yomon ishlasa, yurak dorilarining ta'siri o'zgaradi. Bosim tushib ketadi, odam yiqiladi. Yiqilganda soni sinadi. Bir qarashda oddiy muammo katta zanjirli oqibatga aylanishi mumkin. Shu sababli men oilalarga doim shuni aytaman. Qari odamning shikoyatini mensimaslik ham, har bir holatda vahima qilib kasalxonaga yugurish ham to'g'ri emas. To'g'ri yo'l bu belgilarni bilish, hujjatni tayyorlash, shifokor bilan aniq gaplashish va qarorni yozma tavsiya asosida olishdir. Yangi qo'yda haqida gap ketganda, eng katta xato odamlarning endi qariyalarni davolashmaydi deb qo'rqib qolishidir. Yo'q, bunday tushunish noto'g'ri. Tibbiy yordam yoshga qarab emas, ehtiyojga qarab ko'rsatilishi kerak. Lekin yangi tartib sizdan ko'proq tartib, hujjat, yo'llanma va aniq muloqot talab qiladi. Kim shu narsalarni bilsa, o'z yaqinini himoya qila oladi. Kim bilmasa, boring, keyin keling degan gap bilan uyga qaytib ketishi mumkin. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Qariyalar davolanmaydi degan gap umumiy qoida sifatida to'g'ri emas. Shoshilinch holatda yordam ko'rsatilishi shart. Rejali davolanishda yo'llanma, tahlil va navbat talab qilinishi mumkin. Uyda davolanish mumkin bo'lgan holatda esa shifokor aniq tavsiya va kuzatuv rejasini berish kerak. Eng muhimi, yoshning o'zi davolanishni rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Agar sizning oilangizda yoshi katta bemor bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini tartibga keltiring. Ichadigan dorilar ro'yxatini yozing. Oldingi tahlillarni bir joyga jamlang va shoshilinch belgilarni oila a'zolariga tushuntiring. Kasalxonada rad javobi berilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, yozma tushuntirish so'rang va kerak bo'lsa rasmiy murojaat qiling. Sizning hududingizda qariyalarni kasalxonaga yotqizishda qanday muammolar bo'lyapti? Joy yo'q, yo'llanma kerak. Uyda davolanadi degan javoblarni eshitganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqa odamlar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi yoki buvasi bor yaqinlaringizga yuboring. Bu oddiy video emas, kerak paytda bir insonning sog'lig'i va hayotini asrab qolishi mumkin bo'lgan ogohlantirishdir.